Nima bu? Qoraqalpoq tilida musrolg'ish deb aytiladi. Misrog'ish. Buxoroda bu satil. Chile bu? Biri Qoraqalpoq kelin, biri Buxoro kelin. Ikkalasini ham tilini o'rganishim kerak. Sipsedi, jiroq, supurgi. Bu nima edi? Shelpigish. Shuncha paytdan beri qoraqalpoqcha emas, ingliz tilini o'rganganimda alisdan 9 olar. Ha onash. Bolla xotin Buxorodan-da. Ha u tomoqchani o'rgan-ku. Ha, Silovim? Ova. Qoraqalpoqchani ham o'rganib oldingmi? Yo, o'zi ikkita so'z bilaman. Ova bilan jo'qni bilaman. Chiroyli kiyib olsa, qaqatib ketyapti deb o'ylayman-da, jo'q deyman. Agar qo'lda kapkir bo'lsa, ovqat qilib bersa kerak deb ova deyman. Qani? Ichamiz shekilli. Ha, sen aytasan? Men aytaman, onajon baxt. Bu alkashmisanlar, choy quydi bu. Sharmanda. Kakras mehmon kelyapti. Kim? Qishloqdan tog'ang kelyapti ekan. Xonsaroyni muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich to'lab 15% to'lab qo'yapti. Yuvish kerak. Siz nima ovqat qilib berasiz? Buxorocha qayish. Sizchi? Men Qoraqalpoqcha gurtib qilaman. Unda men Toshkentcha 5 barmoq qilaman. Kakras 3 xil ovqat bo'lar ekan. Gurtik tayin. Qayish tayyor. 5 barmoq tayyor. Bugun xamirga bo'karkanmiz-da. Voy, uchalasi ham bir xilmi?